qachon kelarkinlar? Tupursam qanchada yerga tusharkin? Erim kelyapti. Sulton Sulaymon qaytdi. Assalomu alaykum sulton hazratlari. Boshladikmi? Va alaykum assalom. Hozir emas, keyin. Ishtonimni almashtirib chiqing. Bo'ldimi? Boshladikmi? Hozir emas. Ozgina sabr qil. Boshlasak boshlaylik. Boshlaymizmi? Boshla. Xullas, ertalab siz ishga ketganingizdan keyin mana bu qo'shnimiz bor-ku, shunaqa xotini bilan janjal qildi. Uchi janjal emas, prям jang bo'ldi. Yo'q, ha bu ikkalasi baxt namunasi edi-ku mahallamizda. Qo'shnimiz, uchinchi qo'shnimiz G'appor aka bor-u, ana kuni mashinasidan pomada chiqibdi. Xotinni urib reanimatsiyaga jo'natibdi. Keyin uyga kelib qarasachi, o'sha pomada o'ziniki ekan. Bechara G'appor aka. O'zi aytdim, shu qizga uylanmang, bu taekvondochi degandim. Oxiri bir qizni urib o'ldiradi degandim. Mana, oxiri urib o'ldirdi. Keyinchi, ana ikkita qo'shnimiz pastdagi mashina qo'yish uchun joyi shunaqa talashdi, xuddi bir otasidan qolgan joyi talashgandek talashdi o'zi ham. Keyin men ham chiqib shunday janjalga qo'shildim-ku, sochlarimni yoyib janjal qildim. Ketinglar bo'tan dedim. Bu joy biz uyimizni tegida, bizning joyimiz, meni erim mashinasini qo'yadi dedim. Hattindak, bizning mashinamiz yo'q-ku. O'sha qo'yamiz-da. Ha, ana qo'shni mahallada bugungi kunni chotki yangiliklar bor. Boshlaymi? Demak, yarmiga keldik. Shunchasini eshitdik. Buni ham eshitamiz. Gapir xotin. Xullas, ana fol bilan bor-ku. Bittasiga fol qo'ygan ekan-da, shuni noto'g'ri turmishdan kelgan. Xotinlarni 5 to'p tashaqdi. Keyin eri bilan yana folga bor, boshqasiga bor. Endi bo'ldi, turmush yaxshi ko'rgan-da. Senga yo'talgan xotin shuni noto'g'ri. Shunaqa janjal qildi. Ajrashaman deb bo'lgan ekan. Agar boshqa bitta qo'shni bilan shuni mashinasini qo'ygan ekan-da. Keyin shunda kalib mashinasidan qirib chiqibdi. Keyin ana ustida yozaman debdi, lekin Tugatdingmi? ha, tugatdim. Mezza qildingmi? Mezza qildim. Bitlaring ancha to'kildimi? Ruhan yengil bo'ldingmi? Ha, Bosh og'riqlaring ham ketgandi. ha, bosh og'riqdan asar ham qolmadi. U bosh og'riq uzoqqa ketgani yo'q. Menga o'tdi. Axir nimaga kerak? Chin kerak-da. Bilmadim endi nima uchun kerak. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.